Xuddi shu turdagi kekslar va boshqa shirinliklar qaysi uskunada qadoqlashini bilarmidingiz? Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga ushbu uskunani ko'rsatib o'taman. Keks, pechenye, muzqaymoq, sendvichlar va boshqa shu turdagi mahsulotlarni qadoqlash gorizontal qadoqlash uskunasi yordamida amalga oshiriladi. Gorizontal deb atalishiga sabab mahsulot qadoqlash jarayonida gorizontal, ya'ni yotgan holatda harakatlanadi. Jarayon avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Mahsulot uzatish konveyeri orqali ish zonasiga kirib keladi. Qadoqlash plyonkasi mahsulot atrofida shakllantiriladi va issiqlik yordamida mustahkam yopishtiriladi. So'ngra tayyor qadoq kesilib chiqarish konveyeriga uzatiladi. Uskuna boshqaruvi sensorli panel orqali amalga oshiriladi. Operator qadoqlash tezligi, paket uzunligi va harorat parametrlarini oson sozlashi mumkin. Uskunaning o'rtacha qadoqlash tezligi soatiga 3 minutadan 8 minutagacha tashkil etadi. Uskunada sana qo'yish qismi ham mavjud bo'lib, bu sizning mahsulotingizga qadoqlash jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qadoqlangan sanani qo'yish imkoniyatini ham beradi. Uskuna sifatli qismlardan ishlab chiqarilgan bo'lib, sizga yuqori aniqlik va samaradorlik beradi. Agar siz ham ishlab chiqarish hajmini oshirish va vaqtni tejashni istasangiz, Radians kompaniyasi bilan bog'laning va gorizontal qadoqlash uskunasiga buyurtma bering.